Assalomu alaykum. Ikkinchi bir kontur bir mahsulot bo'yicha ikkinchi konturimizda ma'lumot berib o'taman. Ushbu loyiha Xalq hamkorligida Surxondaryo viloyati Uzun tumani Fayzobod mahallasida joylashgan 546-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekinlari ekilgan. Maydon hajmi 1208 gektarni tashkil etadi. Uzunligi 400 metr, bo'yligi 200 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish, gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 49 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun 622 sotix yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkorimiz Shamirdon bobo nevaralari oilaviy korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 14 tonna 784 kilo jami 448 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarini yanada daromadlarini oshirib boriladi.